necha yildan beri konsert dasturida siz teng birga dol sahnagacha performans qilasiz va konsert kuni ham tinim bilmaysiz. O'shaning uchun hozir nafasimgacha qaytib ketgan nafasim endi sahnada shunchalik nima deydi, ta'riflab bo'lmaydi bu narsani. Chunki o'zi ko'rish kerak, inson o'zi ko'rish kerak. Ko'zi bilan ko'rib, miyasi bilan his qilib, qalbi bilan bir ta'sirni sezish kerak. Bu mehnat, Shohruxxonni bu mehnati, butun jamoani mehnati. Bilmayman, mingga yaqin odammi sanab yetmadi. Raqqosa qizlar, yigitlar, barcha o'sha dekoratsiya, kostyum bo'lgan. Har yili kreativda yondosh, har sabab. Yana bir narsaki, birinchi kun juda katta hayajon bilan boshlaymiz biz konsertni. Haqiqatdan har narsa bo'lib ketishi mumkin, lekin Shohruxxon zo'r juda ham o'zini ushlaydi. Kecha ham juda zo'r ushlagan. Bugun esa nastroylar joyida, hamma yoq joyida, nervlar joyiga kelgan. Shunaqangi bemalol maza qilib, lekin kechagi napryag, kechagi mana bitimga nima qilib chiqqandan keyin bilmayman, necha soat nafas ola olmadim. Shunchalik hayajon qildingiz, hayajon. Borligiga shukur. Sizlardan so'ramoqchiman. Qani intervyuni siz beringchi? Qani konsertga kelasizlar-da? Qani nima yangiliklar bo'ldi? Har safar Shohruxxon konsertidan yangilik topamiz. Bu gal ham kreativ yondoshi bo'lgan va haqiqatdan sevgiga qurilgan. Ana. Dehkeling mana masalan muxlislardan bittasi. Ashaddiy muxlislar. Qani bugun konsert bo'lsa nima deya olasiz? Bugungi kasb va bo'lmaganimda zo'r chiqmas edi, men chaqirishga keldim. Yo'q, hozir men operatorlarga video yo'qmagan ekanman-da, xudo xohlasa video olib qolib, men bilan olib turgin, u yerda. Shohruxxon taklif qildi endi mana, kelmas konsert o'tkazmayapti. Keldim, xursand bo'lman, ko'rib konsert bugun zo'r o'tdi lekin. Mana Amerika, bu hech bor emas, xudo xohlasa Amerikaga yetib olamiz. Ana. Shohruxxon kelamiz. Ana. Qanaqa intervyu kerak bo'ladigan bo'lsa, bizdan osiz bo'ladi. Bilamiz. O'g'illar. Sal yaqinroq turavering, qo'rqib. Ha, turavering. Qo'rqitolmang, ham o'ldiradi. Kadrdan chiqmaydi. Bu endi bu suyukli ayolim televizorga chiqib qo'ysa, faqat buni men chiqarib beradi, lekin ko'tarishga bo'ladi. Ay buni chiqarib qo'ysa, sras qamab ketaman ketib qo'yadi. Konsert to'g'risida fikrlar juda ham zo'r, a'lo darajada bo'ldi. Butun muxlislar nomidan yoshini menimcha chegarasi bo'lmadi-ki, chunki juda nuroniy insonlarni ham ko'rdim. Men uchun bu faxr. Ular shu narsani qabul qilibdimi, tushunibdimi? Demak, haligi 70 yoshar, balki undan oppoq nuroniy soqolli cholga Shohruxxonni qizil shallarni kiydirib qo'ysang, yuragi yosh o'sha inson. Bekorga kelmagan Shohruxxon konserti. Qalbi yosh, hayotni sevuvchi inson. O'shaning uchun haligi maza qilyapti, unga qarayman, qanaqa bo'lar ekan, chunki qizil shortik, har xil hippi kiyimlarda, balkim ularga boshqacha milliy ashulalar aytgandir. Yo'q, maza qildi. Mana siz, mana haqiqiy muhabbat. Chegara yoshlardan. Har doim do konsert maslahatlashasizlar, bir ideyada qilinadi. Sizni ham juda katta. Sizni gapingizga kirmagan vaqtlar ham bo'lganmi Shohruxxon? Bo'lgan. Qaysi? Bo'ladi. Konsert dasturida bo'lgan shu hodisa. Yo'q. Kirmagani masalan yo'q, Ana bu ham bor-ku. har doim mani mashinasiga oladi, lekin eshitaman. Sekingina o'sha ashulasini qo'yadi. Demayman, badiiy kengash nimasini bajarishim kerak bo'ladi o'shanda. Bo'ldi, ketdi. Hali premyera qilinmadi bu qo'shiq. Hop, nima qilish kerak, aka? Mana Mardon gaplash bilan nima hamma bilan shoh gaplash yurish kerak emas. So'ra, nima qilish kerak? Mana administrator O'ziga yo'q. Lekin o'sha qo'shiq 5 ta qo'shiq u topilmadi. Халька секрет. Тоже по секрету скажу. Почему?
Dengiz rahmat, sog' salomat bo'linglar. Faqat yaxshiliklar, faqat ijodiy kechalarda bo'lsin. Aziz muxlislar, konsert hali tugagan. Sog' bo'ling.